Hammaga assalomu alaykum. Bugungi slaydimiz morph transitiondan qanaqa foydalanish bo'ladi. Bo'lmasa boshladik. Kopiya qilib olgan rasmimni qo'yaman. Vstavka menyusiga kirib, to'rtburchak shaklda olib olasiz va to'liq holatda qo'yishingiz kerak bo'ladi. Nima xohlasangiz o'shani yozasiz. Belgilab turib Arial Black kattaligi bo'yicha 120 qilib ko'raman. So'zingizga qanchalik bo'lishiga bog'liq. Agar so'zingiz kamroq bo'ladigan bo'lsa, kattaroq qilsangiz muhimroq, yaxshiroq chiqadi. O'rtaga qo'yib olasiz. Belgilab turib sal yana kattalashtirsak bo'ladi. Mana o'rtaga qildik. Ikkalasini belgilab turib format figuraga kirib gruppa qilib olamiz. Shu bilan mana chap tomonga o'tib turib bosamiz. Chap tomoni bilan Ctrl D ni bossanglar kopiya qiladi ikkalasini. Ikkinchisiga o'tib turib slaydni chap tomonini bosasiz. Undan oldin mana bu yerda kattalashtirib, kichkinalashtiradigan bor. 10% qilib eng kichkinasiga qilib olamiz. Keyin chap tomondagi Ctrl bilan Shift ikkalasini bir vaqtda bosib, chap tomoni bilan kattalashtirasiz. Iloji boricha kattaroq qilish kerak. Keyin mana bu yerda harfni xohlagan harfingiz ichiga sig'dirishingiz kerak bo'ladi rasmni, lekin buning uchun buni razmerini baribir kattalashtirishingiz kerak. Shuning uchun razmerga kirasiz, o'ng tomonni bosib turib, visota bilan shirinani yozishingiz kerak. Kattaroq qilib, masalan 230 qilaman visotasini. Tepaga chiqib ketib qoldi, ko'rganingizdek. Buni endi joyiga olib kelishingiz kerak. Men masalan Z harfiga sig'dirmoqchiman. 230 qilganim yetarli bo'ldi. Endi o'ng tomonga shirinasini ko'paytiramiz. 190 qildim. Mana rasmga to'liq siqdi. Uni bilish uchun birinchi slaydga o'tib turib, ikkinchisiga o'tasiz, kattalashtirasiz. Mana shu harf ichiga siqsa bo'ldi. Mana harf ichiga sig'di. Shu bilan perihodga kirib turib, transitionni bosasiz, bo'ldi. Shu bilan shunaqa ochiladi. Qo'shimcha qo'yish uchun o'zim undan oldingi videoyimizda ko'rsatib ketgan edim. Qanaqa qilishni. Qo'shimcha ma'lumot qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Shunchaki xohlagan so'zinglarni yozasizlar, keyin kattalashtirishni ham xohlaganingizdek qilib olsanglar bo'ladi. Mana o'rtaroqqa qildim. Yana so'z yozish kerak. Bu yoqqa xohlagan so'zingizni yozsangiz bo'ladi. Mana shunchaki bu yoqda o'zi so'z emas, shunchaki yozib qo'ydim buni. Mana kattalashtirib qo'yamiz ozgina. Shunday qilib qo'ysak bo'ladi. Bo'ldi. Belgilaymiz 3 tasini. Shu bilan format figuraga kiramiz, gruppa qilamiz. O'ng tomonni bosib format figuraga kiramiz, gradient fill. Bittasini o'chirib 3 ta tayoqcha qilsak yetadi. Buni o'sha videoda ham o'z ko'rsatgan edim. Ikkinchisida o'rtadagi tayoqchada yarkistni 100% qilasiz. Birinchisida xohlagan rang tanlasanglar bo'ladi pastiga. Sal to'qroq qilaylik. Bunisini ochiqroq qilib turib, transparency'ni eng tepadagisiga kuchaytirib qo'yish kerak. Bo'ldi, shu bilan tayyor. Animatsiyaga kirasiz. Xohlaganingizni qo'shib qo'yasiz. Oldingisi bilan qilib qo'yishingiz kerak. Mana tepadagisini. Shell emas,
предыдущий deb qo'yibdi. Mana bu delete'nisini ham 2 qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shu bilan mana shunaqa holat bo'ladi. Переходni o'zini o'tishi shundoq bo'ladi.